Hammaga salom. Bugungi darsimizda agregat funksiyasidan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Funksiyani ko'p maqsadlarda ishlatish mumkin. Hozirgi vazifamiz imtihon natijalari, ya'ni imtihon ballaridan eng birinchi uchtalik va eng oxirgi uchtalikni aniqlaydigan funksiya yozib ko'ramiz. Xo'sh, birinchi eng kichkina uchtalikni aniqlaymiz. Eng oxirgi o'rin eng kichik ball olgan va undan keyingi daraja va undan oxirgi 3-daraja. Xohlagancha daraja berish mumkin. 3 dan ko'p qiymatlarni ham olishimiz mumkin. Demak, birinchi navbatda agregat funksiyasiga kirib olamiz. Xo'p, keyin bizga kerak bo'ladigani va hozirgi vaziyatda ko'p funksiyalardan foydalanishimiz mumkin. Buni raqam bilan birga chaqirib olamiz. Masalan, max formulasi yoki minimum formulasidan foydalanishimiz mumkin. Bizga eng past o'rinni aniqlab beruvchi formula 15-raqamga turadi. Eng past darajani aniqlab beruvchi formula. Keyingi katakchaga o'tish uchun, ya'ni keyingi parametrni yozish uchun nuqtali virgul belgisidan foydalanamiz. Keyin xatoliklarni olmay ketishni tanlashimiz kerak. Xatoliklarni olmay ketish, ya'ni 6-parametr. Bunda qatorimizda raqamdan boshqa belgi bo'lsa yoki xatolik bo'lsa, uni qabul qilmay o'tib ketadi. Bundan keyingi parametrga o'tib olamiz. Endi maydonni belgilashimiz kerak. Maydon, ya'ni imtihon natijalari. Xo'p, shu maydondagi eng kichik uchtasini aniqlaydi, ya'ni eng kichik birinchisini. Va nechinchi o'rin kerak? Buni xohlasak yozsak bo'ladi. Lekin qulayroq ishlash uchun biz D ustunidagi 4-katakchani tanlaymiz. Hozir formulani yozish jarayonimizda 4-katakcha yopilib qoldi. Buni katakcha nomini yozib chaqirishimiz ham mumkin. D4 katakchasi tanlandi. Qavsni yopamiz. Va shu o'rinda bitta narsani bilishimiz kerak. Hozir formulani keyingi katakchalarga joriy qiladigan bo'lsak, ya'ni ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu tanlagan maydonimiz pastga tushib ketadi. Xuddi tanlagan katakchamiz bitta pastga siljiganidek, tanlagan maydonimiz ham pastga tushadi. Buni oldini olish uchun maydonimizni belgilab F4 tugmasini bosib qo'yamiz. Klaviaturadagi F4 tugmasini. Enter tugmasini bosamiz. Xo'p, maydondagi eng kichik raqam 28 va burchagidan bosib pastga tortamiz. Mana natijaga eng kichik uchtalikni aniqlab. Navbatdagi misolimizda endi shuni teskarisi, eng baland ball to'plaganlar uchtaligi. Yana funksiyaga kirib olamiz. Boyagi sozlamalar bilan bir xil, faqat bu safar eng katta uchtalikni emas, eng kattalarini emas, eng kichiklarini emas, eng kattalarini aniqlaymiz. Ya'ni 14-parametrdan foydalanamiz. Nuqtali virgul qo'yib olamiz. Keyingi parametrni yozish uchun bunga xato ma'lumotlarni qabul qilmaslikni tanlaymiz. Ya'ni formulamizga xatolik bo'lmasligi uchun. Keyingisiga massiv yozilgan maydonni belgilaymiz. Keyingisiga oxirgi parametrimiz mana bu G ustunidagi 4-katakcha, ya'ni mana bu turgan bir yozilgan katakcha. G4. Endi belgilagan maydonimizga boyagi formulamizga bosganimizdek F4 tugmasini bosib qo'ysak, bu belgilagan maydonimiz formulani ko'paytirganimizga pastga tushib ketmaydi. Qavsni yopib enterni bosamiz. Ya'ni eng balani 97, burchagidan tortadigan bo'lsak, keyingi 2-o'rin va 3-o'rinlarni ko'rsatib beradi. Endi formulamizda maqsadi nima? Ya'ni formulamizda nomlanishi, yig'indi, umumlashma, majmua bir nechta natijalarni yagona qiymatga keltiruvchi hisoblash funksiyasi deb nomlanadi. Ya'ni buni o'zbekcha nomi
parametrlarga keladigan bo'lsak, funksiya raqami, ya'ni birinchi qatorga yozganimiz 15 yoki 14 shunga o'xshagan raqamlarni vazifalari, qolganlarning vazifasi nima? Xo'sh, o'rtacha qiymat, ya'ni sredniy formulasi nechta son borligi, bo'sh bo'lmagan katakchalar soni va shunga o'xshash qolganlari ham yozilgan. 19 ta parametr yozilgan. Ro'yxatda ko'rishingiz mumkin. Keyingisi variant. Xo'p, hozir tanlaganlarimiz xatoliklarni inkor qiladi. Ya'ni hozir tanlaganimiz shu. Qolganlari ham o'z yo'nalishiga xatoliklarni inkor qiladi. Va keyingi sozlamamiz, ya'ni kerakli raqamlar yozilgan qatorni yoki ustunni belgilash. Qo'shimcha argument. Xo'p, bu oxirgisi ba'zilarida bor, ba'zilarida yo'q. Ya'ni eng katta sonni belgilashga, nechinchi darajani belgilash kerakligi, eng kichik sonni belgilashga va shunga o'xshagan ba'zi sozlamalarda 4-ustuniga yozib qo'yishimiz mumkin. 4-ustun, ya'ni 4-bo'limi hamma funksiyaga ham ishlatilmaydi. Hamma funksiyaga ham ishlatilmaydi. Xo'sh, parametrlarni tushundik. Bu funksiya nega kerak? Soha bo'yicha, masalan, ta'lim yo'nalishiga talabalarni baholashda top najotchi guruhni aniqlash. Ya'ni eng baland uchtalik yoki eng past uchtalikni aniqlash. Shunga o'xshagan sohalarda foydalanish mumkin bo'lgan formula. Misol, formulani ishlatilish tartibi funksiya raqami, variant, maydon va qo'shimcha argument tanlanadi. Xo'p, endi uyga vazifa. Ushbu misol bilan Excel fayl yarating. Top 3 eng kichik baholarni avtomatik qaytaradigan formulani ko'rsating. Baholarni 3-chi kichik qiymatni ajratib ko'rsatamiz. Va shunga o'xshagan formulalarni mustaqil o'zingiz bajarib ko'rishingiz mumkin. Bugungi darsimiz shu. Hammaga rahmat.